Probekli avtomashina so'ragan do'stlarim uchun bir emas, bir nechtasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Piston B70 2 turbina eng full paketdagisi vaqtida 38 ming sotilgan, hozirgi kunda kelib 18 ming dollarga kraskalari toza bosib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi avtomashinamiz Honda H5 Classic versiyasi. Xo'p, ushbu avtomashinamiz bor yo'g'i 33 ming kilometr yurgan. Kraskalari o'tbotida bor, ko'rsatib qaratib olaverasizlar. Mashina ideal holatda turibdi. 17 ming dollarga bosib olsanglar bo'ladi. Navbatdagi Piston B70 ham turbina motorda, polni full paketdagisi, o'tbotida kraskasi bor. 17 ming dollarga bosib olsanglar bo'ladi. Airlus Shine 1.5 atmosferligidan laboyda ozgina qirilgan joy bor, sarapina uchun sepilmagan hali. Kraskalari top-toza. Ushbu mashinamiz 14 mingga bosib olsanglar bo'ladi. Piston T55 dan niyat qilgan akalarga jo'natib qo'yamiz. Bor yo'g'i 70 kilometr yurgan. Shot spravka nomingizga chiqadi, pryamoy. Xo'p, o'tbotida kraskalar bor, ko'rsatib olaverasizlar. 18 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Xo'p, ushbu modelimiz Nissan Venucci modelini bilmagan odam bo'lmasa kerak, 40 ming dollar o'z vaqtiga sotilgan. Bez probek 250 kilometr yurgan xolos. O'z nomingizga chiqadi, birlamchi bozor. 19 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi. O'tbotida kraskalari bor, ko'rsatib olaverasiz. Xo'p, bu dashingimiz baraka bo'ldi. Endi navbatdagi avtomashinamiz iCar 207. Bor yo'q 6 ming probekda 20 ming dollarga bosib olsangiz bo'ladi, 30 ming dollarlik mashinani. Bunaqa imkoniyat har kuni ham bo'lavermaydi do'stlar. Avtomashinalarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiraman. Batafsil ma'lumot, grafiklarga ega bo'lishingiz mumkin. Naqd albatta asal do'stlar. Naqd pul bilan bosib oladigan narxi bu model. Rassrochkaga gaplashmoqchi bo'lsangiz, u yo'qni ham gaplashaveramiz. Barchalarni ko'rsatilgan manzil avtosentr avtosalonimizda kutib qolamiz.